taniqli bo'lish emas, sevimli bo'lish. Men o'zim toza hududda musor moshina deydi, xalqimiz tilida musoravoz deydi. Ishlaganman. Shahlo Alijonova nima sababdan sizni klipingizga tushgan? Shahlo Alijonova bilasizmi? Asli hech kimga aytmagan Shahlo Alijonova men yaxshi ko'raman, sevaman, to'g'risi. Yaxshi ko'raman. Hali oldingizda qo'ysangchi, endi qilgan. Gap katta bola qilgan ishingni qarab, pachkani. Tushuncha bilan meni oldimga kelgan bo'lsang, eshik ochiq, bugun chiqib ket. Eshik ochiq. Havas qilish holatlari bo'lganmi? Yo'q, men Qodir akani juda yomon ko'raman asli. Eski do'stlar qo'shiladigan bola. Albatta. Sal jinim suymas. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan ijtimoiy tarmoqdagi obunachilarimiz, biz bugun yana Interview Show YouTube kanalidagi ikkinchi sonli intervyuimizni boshladik. Bugungi mehmonimiz hammamiz taniydigan bloger akamiz, do'stimiz Doniyorbek Ismoilov bilan ajoyib suhbat jarayonini o'tkazamiz. Bo'yi 1.50 zaharli iloncham, go'dakkinam chiroyligim, pompalog'im quyoncham. Lekillamay jim turginay, aqlligim asalcham. Bitta o'pib qo'yay endi arazlama tekpakcham. Assalomu alaykum Doniyorbek, xush kelibsiz. Salomatmisiz? Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizni ko'rib turgan aziz opa-singillar. Avvalo bayram muborak bo'lsin. Bugun intervyuga bizni ravo ko'rib chaqirganingizga kattakon rahmat aka. Siz ham ko'rib turganingizdan xursandmiz. Men sizni o'zi ko'p kuzatib turaman aka, onam muxlisingiz. Onam muxlisiz. Salomatmiz. Birinchi beradigan savolim ham shu edi-da. Onam muxlisiz so'zi o'zi qanaqa yaralgan? Shu haqida gapirib o'ta olasizmi? Onam muxlisingiz so'zi aslida ko'p hollarda rostlagasib ishlatiladi. Chunki onangiz rostdan boshqa san'atkor buni kuzatsalar, o'sha san'atkorni siz ko'rib qolsangiz, aka, ona rost sizni kuzatadilar. Nima degan ma'noda. Endi bizni Uchqo'rg'onda Bunyodbek Odilbek degan qo'shiqchi yigit bor, taniysiz. G'ayrat akam bilan kliplarni olgani borganmiz, xonadonlarda 3 kun yashaganmiz-da. Keyin har xil odamlar, har xil san'atkorlar kelgan. Ijtimoiy tarmoqda videolarni ko'rib turibmiz. Bugun siz bilan ko'rishsalar, misol uchun, akajon, onam muxlisingiz. Abdushkata onaga bitta salom yo'llab bering. Salom yo'llatiladi. Ikkinchi videoda ham boshqa san'atkor, akajon, onam muxlisingiz. Yana G'ayrat akam bilan o'tirib qarang, aka, hammaga onam muxlisingiz. Bular fishkish keldimi dedik. Biz G'ayrat akam bilan o'zimiz tahlil qilib o'tiribmiz-da. G'ayrat akamga ham G'ayratjon taksi frankingizni onam ko'radilar. Onam muxlisingiz. Ona G'ayratjon. Ha, yaxshimisiz? Tanimaydi ona chunki. Ha, to'xtadi, tur, keyin biz uni bilib olib, biz endi kamiyadagi jon Albatta. Bunyod akamga, G'ayrat akam bilan tashlashni boshlaganmiz. Onam muxlisingiz. Boboy, onam muxlisingiz. Keyin o'zi ko'p joylarda ishlatib, men o'zim hamma joyda ishlatadigan bo'lib ketib qolib, keyin mana narsam bo'lib ketib qoldi. Asli buni avtori Bunyod Odilbek akasi. Bunyod aka bilan ko'rsam, aka, onam muxlisingiz. Ona qattiq 42 martabalizorda sizni kuzatamiz. Tur oldiga o'zim qo'shganman bir ikkita so'zlarni. Tushunarli. Onam sizni videoyingizni ko'rmasalar uxlolmaydigan, dadam ko'rmasalar uyg'onmaydigan darajada muxlis bo'lib qolganmiz aka sizga. degan narsalarni qo'shgan. Tushunarli. Demak, Doniyorbek, onam muxlisiz. Rahmat aka, ko'zim yosh. Joni zamon bo'lsin. Demak, birin-kettilik bilan savollarimizni boshlasak-da, keyingi savolimizni shu blogerlik sohasiga taqqoslasak, shu birinchi bo'lib blogerlik sohasiga kirib kelishingizga kim turtki bo'lgan yoki nima sababchi bo'lgan? Blogerlik sohasiga kim? Biz o'zi Iskandar Hamroqulga shogirdga tushganman, ustozga. Qiziqchi. Oldin maqomda o'qiganman-da men. Maqomda. Qo'shiqchilik maqomda o'qiganman. Asli sizni sohangiz qo'shiqchilik. Qo'shiqchilik. Qo'shiq aytib berasiz. Maqomda. Yursang yorim, qo'naman. Sarvi qomat bo'ylaringga. Shuna qo'shiq aytib, rubob cholib qo'shiq aytardim. Mutatsiya degan payt borki, bilasizmi? Men o'zi baqirib she'r aytaman-ki hozir. Baribir to'xtamaganda o'zim ichimda shunaqa narsa yonib turadi. Baqirib qo'shiq aytib yurardim doim. Avjini zo'r chiqardi. Keyin mutatsiyada qo'shiq aytmay, faqat xirgoya qilish mumkin. Yursang yorim qilib yur. Ovozingni ishlatma, ovozsiz qolasan deganda ham, baqirganimda uch tomoq ketgan. Parda yetilmagani, lekin pardaga shikast yetgan. Hozir tomog'im sovuq suv ichmasdan yaxshi o'zimga qarab tursam, 2-3 ta qo'shiq zo'r aytaman, undan keyin tomoq xirga o'tadi. Lekin men o'zim ko'rib guvohi bo'lganman. Yaqinda Shohruxbek Ergashev to'yida o'zingiz jonli qo'shiq aytdingiz. Men o'zim guvohi bo'ldim shu narsani. Jonli aytaman. No, prosta tak tomog'im xirlab qolishiga qo'rqaman-da, hozir xirlab qoladi. Hozir ikkita qo'shiqdan keyin ketib qoladi, chunki tomoq shikast yetgan, undan keyin to'xta nima qilsam bo'ladi. Muzikalik o'qigan paytim yosh bolaman. Keyin
nimaga aktyorskiga o'tganmanda, boshlovchilikka qiziqqanman. To'ylarga boshlovchilikka chiqib, keyin qiziqishim ortib qolib, Iskandar Hamroqulov kuzatish boshlagan. Iskandar Hamroqulovga shogirdga tushaman deb niyat qilib, keyin tushganmiz shogirdga. O'sha yurib keyin gapirib beraverayda, uzundan emas. Elmurod aka Haqnazarovga yengil degan gaplari o'sha payt rosa trend bo'lgan payt edi. Futbolkalari chiqqan yengil. Yengil keyin bo'lgan. Elmurod akani kuzatib turibman, yengil degan futbolka sotuvga chiqdi. Vodiyga dastlabki bo'lsa falon nomerlarga degan nimasamda ko'rib profiliga kirsam, G'ayrat Mahmudov degan bola sotar ekan. Vodiyga. Keyin G'ayrat tanimayman-da. Yozganman, aka assalomu alaykum. Masalan, yengil kerak edi Namanganda. Men Namangandaman desam, bo'ldi degan. Qaysi xayol bilan asli demasam ham bo'ldi deb pulni to'lasam olib ketardi. O'zim ham Iskandar Hamroqulov shogirdlariman deb yozganman. Keyin G'ayrat aka sraz, men taksi prank degan loyiham bor, Iskandar Hamroqulov tushirib bering deganlar. Keyin qiziqqanman, qanaqa loyiha ekan? Men orqali Iskandar Hamroqulov bo'lsa, o'zimga qiziq tuyulib, "Davay aka keling" deb kelib ko'rishib G'ayrat aka bilan suhbatlashganmiz. "Uka, siz blogerlikka boshlang. Bu yaxshi ekan gapirish nimalaringiz, tipajingiz, o'qigan ekansiz bo'ylar." Albatta. Degan, "Xo'p aka, boshlaymiz bilan 1 yil yurganman." O'zim toza hududda ishlaganman-da. Musa Fashirga mashinada. Ma'niga kvitansiya yozardim, pul to'lovini olib yurardim. Bu sohani boshlaganingizga qancha bo'ldi o'zi? Blogerlik sohasini. 21da boshlaganman-da. 2021-yilda karantindan keyin. 21da boshlangan bo'lsa, muntazam haqiqiy bloger sifatida rivojlanib yetishib chiqishim 2022 oxirida bo'ldi. 2022-yil oxirida. 23 desam, 23, 24, 25, 3 yilda sal. U vaqt oralig'ida ko'plab qadrdonlar orttirdingiz. G'ayrat Mahmudov bilan tanishish jarayoni ham shunday bo'lgan ekan-da, demak. O'shanda kelganlar, shu bilan 1 yil oradan 1 yil o'tgan, yana aytganlar, "Uka, misol uchun kiyim so'rab yozgan solos menga begonasiz. Prosta chaqirdim sizda talant borligi uchun. Siz ijodni boshlasangiz ham, boshlamasangiz ham menga bir so'm foydasi yo'q. Biz boshlamasangiz boshlang. 1 yil o'tib ketdi oradan." Albatta. Ijodkor odam faqat bitta ish qilish kerak. Mana ishdan keyin buni ham qilaman desa, birorta ish yurmaydi deganlar. Keyin shuni toza hududdan ishdan bo'shab, akam bilan Andijonga asrikasiga borib, "Aka, men sizga shogirdman bugundan" deb keyin oldilar, G'ayrat akam ham oldilarda yurib, blogerlik sohasi qanaqa bo'ladi hammasini o'rganib, G'ayrat akam orqalaridan boshqa tanishlarni topdim. Shu gapda keyin bir narsani hayolimga kelgan. Ustoz Iskandar Hamroqulovda ham shogird ko'pda. O'tirib tahlil qilganman-da keyin o'zim. Gapirardilar, "Iskandar Hamroqulovga shogirdga tushdim. Iskandar Hamroqulov o'zi mashhur, endi shogirdlarni ham mashhur qiladi bu" degan tushuncha bilan meni oldimga kelgan bo'lsang, eshik ochiq, bugun chiqib kel. Men mashhur qilmayman. Men mashhurlik yo'lini ko'rsataman. Men misol uchun Topik ko'chaga hozir kirmoqchi bo'lsang, bu ko'chaga men oldin kirganman. Kirma, bo'lisiga yur. Mashhurlikka 11 yilda bu yo'l bilan erishsang, bu yo'lni 5 yilda erishasan. Men shu yo'lni ko'rsataman xolos. Tortib ketish hammasi o'zingdan degan nimani G'ayrat akam gaplariga solishtirganman. Balki hozir shudir. Misol uchun Iskandar Hamroqulov hali ham xizmatini qilamiz. Ijod tomonlama yo'qmiz-ku. Balki blogerlikni boshlardirman. Haqiqatan shu yo'l ko'rsatib qo'ygan bo'larlar endi o'sha. Albatta. Turkiyada chiqib blogerlikni boshlaganman-da, o'zimni yo'limni topganman. Keyin ustoz shuni inobatga olgan ekanlar-da, mashhurlik yo'lini ko'rsataman, mashhur qilaman. Shunda Iskandar bo'lib chiqqanman. Men hali ustozni nimalar odamlarda o'shatib, ustozga taqlid qilib keyin o'zingiz yo'lingizni topilasizda. Mana shu Iskandar akani shogirdi bo'lganman deyapsiz. Hozir ham shogirdsiz. Ochiqni aytish kerak, men o'zim ham bundan 5 yil oldin Iskandar Hamroqulovga shogird bo'laman deb niyat qilganman. Iskandar Hamroqulov bilan aloqaga chiqib o'zlari bilan "Sizga shogird bo'lmoqchiman" degan vaqtimda qanaqadir vaziyat taqozo qilmasdan ular Toshkentda, men Vodiyda bo'lib qolganman. Toshkentda bo'lgan vaqtimda ular bilan ko'rishga hech imkoniyat bo'lmasdi-da. Sizda qanaqa holat bo'lgan shu birinchi tanish jarayonlaringizda qanaqa qiyinchilik bo'lgan? Qiyinchilik onam menga o'zi yoshligimdan san'atga juda ko'p yordam berardilar. Baron kinosida o'ynagan Chortoylik Shuhrat aka degan aktyor bor, taniysiz? Taniymiz. Taksida shahardan qaytishayotganda o'sha aka bilan bitta taksida bo'lib qolganlar onam. Keyin shunaqa o'g'lim ham san'atkor, Iskandar Hamroqulov rosa yaxshi ko'radi, shogirdga tushmoqchi niyati bor. "Siz Iskandar bilan oshnam, gaplashib beraman" deganlar. Keyin nomerlarni olib kelib, "Men shunaqa odam topdim, shunga uchra" deganlar. Keyin telefon qilib akaga uchrashib, tanishib, mana shunaqa ishonmayapman lekin o'zim. Chortoyda yurgan odam qanaqa Iskandar Hamroqulov bilan tanishib oladi deganlar. Keyin Namangan teatriga keling deganlar. Xo'p deb ertasi kuni yetib borganman. Soat 8 da keling deganlar. Endi uni payt bilsam, endi to'ylardan kechroq kelib,
bu tomondan ko'proq uxlanar ekanda. Endi men xabarim yo'q. 8 da borganman, qisqasi 2:30 da navbatiga. Skanal qilib uyg'onibdi, ketdik, boramiz. Mingchinorga borganmiz, domlariga. Tushib kelyapti. Ishoning, birinchi marta hayotda ko'rganman. Birinchi marta. Skanal hamroh qilgan birinchi marta. Boshida tushib. Assalomu alaykum. Xor, men ko'zim salomatmisiz? Gapirish ohanglari ham o'zgacha-da. Ishoning, gapira olmaganman. Turganman, keyin aka gapirganman. O'sha Chortoylik yaxshi ukaxonimiz, shogird, sanga shogirdga tushmoqchi. O'sha paytda esimda hali ham xotirada qolib ketgan. Shogirdga shunchalik qiyin narsa bo'lganda menga tusha olarmikinman, kechasi tushganlarimni o'ylab, uxlab chiqib, shunaqa xudodan so'rab, keyin onam aytganlar, ro'za emas payti edi. Ro'za emas payti ham chorshanba, payshanbamikin, qaysidir kun ro'za tutilardi-da, niyat qilib. Payshanba kuni. Payshanba edi, Albatta. payshanba ro'za tutsa amalga oshadi, o'g'lim. Tutgin niyat qilib deganlar, o'sha payt ro'za tutgan bo'lganman. Bu niyatga ham bog'liq. Ha, keyin niyat qilib skanavni shogirdga, ey xudoning tushganida skanavni shogirdga yonida yuray, bunaqa. Keyin ro'zaman, esimda yo'q, skanavni qilib ko'rib, esdan chiqib ketdi. Sinovga pul qo'yib qo'yadi, puliga qaramagin, qilmagan, ona qattiq kontrolda turganlar menga. Yoshligimda tushganman. Keyin skanavni hamroh qilib shu desa hurmat qilaman. Shogird tushgan, o'sha olib kelgan-ku endi. Ertaga qachondir zo'r bo'lib kuchayib ketganingizda ham, mana atrofingizda o'sha eski do'stlaringiz, mana shu Shuhrat akangiz. Siz o'ta kuchli san'atkorsiz, zvezdasiz, atrofingizda o'sha hokim tanishlaringiz bo'ladi, puldor tanishlaringiz bo'ladi. Bitta sanaga, misol uchun 21-martga ularni to'y qilib qo'yadi. Puli bor ularni bilasiz, olib bormasangiz ko'cha tomonda ham mazangizni qochirishini bilasiz. O'sha paytda Shuhrat akangiz ham to'y qilib, qizim uzatyapman, Doniyorbek kiyib ber desa, обязательно birinchi Shuhrat akangizni kiyib boradi degan. Chunki o'sha darajaga yetib chiqishingizni ham birinchi zinapoyasida Shuhrat sizni olib borgan deb. Foyda bor Shuhrat aka. Usta ko'p tarbiya beradilar. Ustoz ko'rgan degan gapni keyin tushunib yetganman. Chunki juda ko'p joylarda ustozdan olgan bilimlarim men yomon ko'rgan bo'lsam ham o'sha payt so'kkanlarda. Iskandar hamma qilib aytgan yo'nalish joy hozir. O'rniga nima deyishni bilaman endi deb o'tirgan gaplashib olaman. Shu birinchi blogerlik yoki qiziqchilik desa ham bo'ladi, albatta siz sohangizda. Shu qiziqchilik sohangizni boshlaganingizda sizni yaqinlaringiz, do'stlaringizni fikri qanaqa bo'lgan? Bir negativ fikrlar bo'lganmi hech? Qo'ysangchi, endi qilgan. Shu ham katta bola qilgan ishini qarab, pachkani. Nima o'ylab qo'yib yurishingni qara ko'chada. Nima ishlasam bo'ladi hamma. Qarindoshlarim, men kechami olgan kim o'zimiz bolalarga aytib turdim. Eng yomon zarba yaqinlaringizdan kelgan zarba-da. Sizni misol uchun tanimasam, siz bilan tanishimiz kelasizlar. Tanimasam kommentariyaga barchkana chiqibdi videoying. Bir nima desa turadi yozaman, yo bo'lmasa o'tkazib yuboraman. Chunki sizning gapingiz menga tegmayapti, chunki men sizni tanimayman. Lekin o'zim yonimdagi qarindoshlarim, tanishlarim, uka barchkana chiqibdi, apa bo'lmagan, bir nima desa yondirib tashladi ichingiz ishoning. Shunaqa ichingizdan o'tganini o'zingiz bilasiz. Alloh shunaqangi qizlar bor edi. Menda yutuq tarafim shunaqa deb hozirgacha bor-da, chiqaradilar. Ko'p qarindoshlarim ichida ham bilaman kimligini. Hali oldingizda soxta kulgi bilinib turadi-ku, albatta. Yaxshi qilib, sizga bir nima degan uchun ham hali kunlar keladi, kelasan aloqaga chiqasan, o'sha paytda men ham deyman degan payt bo'lgan, Xudoga shukr. Endi hali ham zo'rmiz deb o'ylamayman, lekin 4 yil 5 yilda jilish bo'ldi o'zimizga nisbatan bilinadi-ku endi. Mana shu blogerlik sohasida ustozingiz Iskandar Hamroqulov bilan ham juda ko'p videolar olib turasiz. Shu inson bilan birinchi marta video olgan jarayoningiz yoki sahnaga chiqqan jarayoningizdagi his-hayajon qanaqa bo'lgan? Endi uni hozir o'zim bilaman, sizga yetkazib berish qiyin-da. Birinchi konsertlarga chiqqanimda bo'lgan. U qayerda bo'lgan? O'zimiz Namangan teatrida konsert berilganda shogird keldi. Doniyor Ismoilov deb chiqqan. Endi tayyorgarlik juda ko'p ko'riladi. Tayyorgar. Shu kechasi Iskandar aka soat 5-6 da uxladi ungacha. Ijod bo'ladi. Endi biz o paytga soat 5 da emas, 11 da yo 10 da uxlashga miya o'rgangan-ku. Albatta. Turdi mana joyga turg'izib qo'yib, qaytardi. Men falonchi aka bir nima deb yana gaplashib qaytardi. Aslan bo'lgan, repetitsiya zo'r bo'lgan, baba hayajon bo'ladi, tem bo'ldi. Birinchi qatorda zvezda san'atkorlar keladi, ustoz san'atkorlar chiqib yaxshi gapirganman, lekin baba shoshishi bor, tezroq tugatib chiqib ketsam, hali hayajon yopiladi. Keyin Samandar aka chaqirib sen o'zingni ko'rsatib ber. Tezroq tugasin, sahnadan qutulaman deb. Sekin naborot odamlarga urib, joylarni urib berishni o'rgan. Sekin o'rgatishgan. Endi mana sal hozir hayajon. Bor hozir ham ustoz oldilarda. Oldingichalikman. Rol, kamera, motor deganda tip oshna singari. Nima deb o'ylayman. Oldin motor deganda ham ustoz bunday deyveradi. Rol. Misol uchun hozir rostku rol aka. Shu kamera yongan aktyormiz, kamera o'chganda ustoz.
Shu ustozingiz bilan xizmatlarga ham chiqqanmisiz? Ko'p chiqaman. To'y xizmatlariga. Bitta yomon bo'lgan. Shuni aytib bersangiz. Ha, yomon bo'lgan. Skanalar endi ustoz repertuarlardan ko'p foydalanaman. Atalib o'xshatmayman. Oldinlarda ko'p yurganimda manaqa jargonlar bosganlar ekan, o'xshab ketadi. Keyin Emosiyalari. to'yga borganda nima qiziqchilik latifa qilayotgan bo'lsalar, o'shani ko'rib o'rganganman-ku. Misol uchun bir nima kelibdi, opa deb, opada mundoq qilgan bo'lsalar, nazardan mundoq qilsa kular ekan deb olganman-da, o'shangacha tushunyapsiz? Chortoqqa to'yga bordimda ustoz repertuarlar qoqib tashladi. Buligo. Bo'pti, kuyov bola, nasib qildi yoringni ko'zlarini yoshlatma, bemor yurib endi aka rozqoningni qaqshatma, ko'zingni yum. Hech bir qizni shu kelinga o'xshatma. Bugundan endi akam shu kelinga boylanding, ro'zg'or degan firmani boshlig'iga aylanding, she'rlar, qiziqchilik latifalar. Bo'ldi, rahmat deb chiqib ketdim-da. 15 minutga telefon kelyapti. Qo'mirajon aka, san, Doniyor qayerdasan? Administratorlar. Ha, Chortoqdaman, san. Palon joyga to'yga keldingmi? Ha, san. O'sha joyga hozir bir to'yga keldik ustozing bilan. Telefonni ko'tarib aytib dedilar. Ustoz repertuarlari-ku. Sizga hamma qo'yibsa, nasib qildi yoringni ko'zlar. Hozir hali bola aytib ketdi deganlar, tushunasiz. Hech kim kulmagan. Ustoz repertuarni urib ketgan xayolimda bo'lmaganda, bu to'yxonaga skanda hamla qilib keldi. Ha, tushunarli. Xo'p, bu endi bir kulgili jarayon bo'lgan. Yo'q, u paytda qo'rquv jarayon bo'lgan. Keyin aytib bersangiz kulgiliki tuyuladi. O'zingiz uchun qanaqadir qo'rquvli, biz uchun kulgili jarayon. Kulgili jarayon. Ha. Bu lekin shunaqa xizmatlarga borib turib, hazil qilgansizda, shu hazilingiz orqali pushaymon yegan joyingiz bo'lganmi hech? Biror bir kishiga hazil qilib turib ko'ngliga tegib qo'ydimi degan bir o'kinch o'tganmi o'zingizda? Joy ko'raman. Hazil yemagan joylaringiz-chi? Bo'lgan. Hazil yemasa hech kim kulmagan joylar. Bo'lgan. G'alati ketgan. Bo'ladi-da endi bari. Bo'ladi albatta. Kirib bir nima deb gapirsam hech kim kulmayapti. Deyman, o'sha sekin tushish boshlandi menda, motivatsiya tushdi. Ikkinchisini ko'raychi, ikkinchisini o'rganyapman. Nima deb gaplashib turibdi-da. Zinash deganman, hali ijod qilishim, o'shani o'zim motivatsiya berganman. Hali ijod qilishim kerak ekan. Odamlar vaqtini ajratib menga bundoq qaragani hali mensimayaptimi? Zinash hali yosh ekanman. Yanada reytingim balandroq, vesim kattaroq bo'lib to'yxonaga kirishim kerak ekan deganman. Keyin qo'shiqchilikka harakat ko'rganman. Hozir yo'nalishim bor. Bitta kiraman. Asli ko'p, so'chun bir rovda ham qiziqchilik, ham qo'shiq aytib, ham tipi boshlovchilarning zingari qiziqchiliklarni qilib chiqib ketaman-da. Albatta. Kirganimda qiziqchilik yemasa shuni qo'shig'im bor, qo'shig'im yemasa boshlovchiligim bor degan nima bor. Qo'rquv yo'q hozir men to'yxonaga. Har tomonlama gapirsam hech kim kulmasa, katta deb qo'shiqlar bilan hammani o'ynatib olaman. Har tomonlama chiqib ketish yo'li bor. Ketish yo'li bor. Ha. Demak, shu birinchi boshlagan vaqt jarayoningizni aytdingiz. Xo'p, hech qachon shu o'xshamayapti deb turib orqaga qaytish holatlari ham bo'lganmi? Hozir ham bir bo'lib turadi. Bo'lib turadimi? Bir kelib turadi-da hali. Qaysi jarayonlarda? Noto'g'ri tanladimmi-ki, shu san'at yo'lida. O'qib boshqa kasbga qilsam bo'lar ekan. To'xta, shuncha harakat qildim, shuncha vaqt o'tdi. Hozir ham yomon emasman deyman. Odam bir biz noshukur bo'ladi-da, orqaga bitta qarab qo'ymasa, mana misol uchun tiko minib yurgan paytingizda bitta Nexia olsam, onasini deymiz, joy kelib, mo'ka qilib, mahallada yurib bo'ladi, taksini qilib ishimga borib kelib turaman deysiz. Nexia olgandan keyin jentiralar ham lekin yomon emas. Yaxshi bo'lib qopti. Nexia'ni sotib jentira qilib olsam bo'lar ekan, deysiz. Nexia'dagi haligi nimangiz esingizdan chiqib qoladi-da. Shuning uchun erishib bo'lgandan keyin to'xta deyman. Shuncha narsaga erishdim. Teng tuqurlarim orasida ozmi ko'pmi, hurmatim o'z o'rnimiz bor. O'rnim bor, hurmatim egaman, mashinam bor. Ko'chaga chiqsam bir 10 ta odamdan 4tasi tanisa, noshukur bo'lma deyman-da. Keyanimda o'zimga bitta kelib olaman, yonimda. Bu darsni bosish kerak. Shu Chortoq territoriyada ko'proq shu Chortoq territoriyasida yurasiz, Chortoqda yurasiz. Hozir hozir ketdim. Hozir Toshkentga ketdim. Toshkentda. Xo'p, ko'chada ko'rganda bir muxlislaringiz kelib rasmga tushganda bir qanaqa? Hammasi hissiyot bo'ladi. Ashuni ijod qilib nima bo'ladi? Motivatsiyangiz oshadi. Prosta gaplashib, prosta odam, men hayolimga kelmadi ishonib. Ba'zi paytlarda piyalada ham yurib olayapman-da. Mana yur, tez bar yugurib borib kelamiz, yugurib kelsa, "Ey Doniyor aka, rasm chizib olaymiz, to'xtaman-ki." Keyin to'xta deyman-da, ijod qilish kerak ekan deyman. Keyin men ko'proq motivatsiyani Toshkentga borganda, ili kattaroq bir do'tta zvezdaning to'yida yo konsertida ijodkorlar to'planadi-ku. Internetda ko'rgansiz, hayotda ko'rishmagansiz. O'sha ijodkorlar bilan to'planimda kirib kelsangiz, aka, yaxshimisiz? Chanchaman ijodlar.
hayotda siz suhbatlashmagan odamingiz sizga ijodingizni ko'rganman internetda desa shunda motivatsiyam oshadi. To'g'ri lekin. Men shunaqa deb o'ylayman. Misol uchun Shohruh Ergashev to'yida ko'p san'atkorlar bilan tanishmasman. Uni ko'rganman internetda. Qayerdadir o'tirib ko'rishmaganman. Kirib kelsam, "Ye, onam muxlis dedi." Yaxshi, men nima dedim? Yaxshi, dedim. Agar siz bo'lmasa shu insonlarning kimligini ayta olasizmi? Misol uchun Eldor aka, Hojayev. Eldor aka. Ha. Kecha baxil senga. Ya, u Men tanidi. Eldor akani shu chiqqan paytlarda, u payt san'atda bo'lmaganman. O'sha paytdan kuzatganman. Poddiskada yozib, aka deb yurganman. Shohruh Ergashev to'yida Yo'q, nechta undan oldin qaysidir konsert uzoqdan ko'rganman-ku. Ha, uzoqdan. Odam sifatida bundoq quchoqlashib qo'l ber aka demagan. So'ng keldimda Eldor aka kelibdi. Men muxlismanki. Eldor aka kelibdi, so'rashib deb. Aka, assalomu alaykum san. Onam muxlisiz dedilar. Sizlar ko'zimga yosh keltirdingiz dedi. Sizdan internet tarmoqlarida juda ko'p tarqalayotgan she'rlaringizdan bir eshitsak. O'zingizga yoqqan she'rlardan. Baqirib aytadigan she'rlardanmi? Albatta. Uni ko'p nimalarda o'zimiz yo'nalish qilib chiqqanmiz, Xudo berib qo'ygan bu yo'nalishni ham. Chunki yig'lab o'qiydigan bor she'rni, sekin o'qiydigan bor, misol uchun bir nima deb chiroyli ijro qilib sekin o'qiy. Baqirib aytadigan yo'q. Baqirib aytish, prosta baqirmayman men uni. Uni odam o'zida bo'lgan bo'lsa, uni zo'r tushunadi. Misol uchun Allohim jonimni olmasa hali kimni kim ekanini ko'raman ona. Oddiy ijro bo'lsa, sizni kimdir qisqasi pulga uxlatib ketdi-da, nima bo'ldi-da. Allohim jonimni olmasa hali azart bo'lsa, Kes tashlaymiz dedilar. shunaqa ma'noda asar bo'ladi-da u she'r eshitgandan keyin shunaqa yo'nalish paydo bo'lib qolib 37 tacha she'r aytganman hozir. 37 ta baqir. 37 ta. Hozir Instagram tarmog'iga qo'yganmiz shu hammasini. Hammasini qo'yganman. Hammasi milliondan emas. Men bittasini eshitganman, shu G'ayrat aka bilan birga mashinada aytganingizni Bugun eshitganman. iftor qilaylik. Boshqasini eshitmaganmiz. Hali do'st haqida aytganingiz Do'st bor-ku. aylangan, sinfdoshlar haqida aylangan. Ana keyin mana hozirgacha aylanadi. Allohim jon, ijro etib beraymi? Albatta, bitta ijro eshitaylik. Allohim jonimni olmasa hali kimni kim ekanini ko'raman ona. Davrimiz kelyapti shamoldek yelib, oz qoldi zo'r bo'lib ketaman ona. Yor vafo qilmadi, bevafo ekan. Dunyoni ishlariga kulaman ona. Duo qilib turing, Alloh kuch bersin, ko'rasiz zo'r bo'lib ketaman ona. Shu she'r yaxshi. Allohim jonimni olmasa hali kimni kim ekanini ko'raman ona. Davrimiz kelyapti shamoldek yelib, oz qoldi zo'r bo'lib ketaman ona deganman. Endi unda yana baqirganman, mikrofon chirilyapmiz. Buni adashmasam bu she'rni o'zingizni klipingizni olish jarayonida suratga olgansiz. Yo'q. Asov bo'lib kelgan. Asobiy borib olib kelgansiz. Yo'q, chetda olganman, Chortoqda olganmiz-da, ha, Mirzo. Bu Shu Allohim jonimni olmasa hali o'zimizni joyda olgan. xo'p, reklama dedingiz. Agar sir bo'lmasa, sizni reklamadan tushadigan daromadingiz yoki mana shu ijtimoiy tarmoqlardan tushadigan daromadingiz qancha? Mashuncha. Mashuncha. Xudo xohlasa mashuncha bo'ladimi? Xudo xohlasa bir mashunchalarga. Omadingizni bersin ilohim. Doniyorbek, demak siz bilan suhbatimiz ajoyib ketmoqda. Juda ajoyib. Juda ham ajoyib. Sizni kelajakdagi orzularingiz qanaqa? Maqsadlaringiz qanaqa yana? Bundan katta maqsadlar, orzular bormi? Endi Xudo xohlasa maqsad, niyat, orzular hammasi bor. Ularga ijod yaxshi qilib turilsa, yaxshi ideya qilib turilsa, Xudodan so'rab Xudo beradi. Yo'lim yo'lakay. Taniqli bo'lish emas, sevimli bo'lish. Albatta. Endi men baribir qachondir kunlar keladi, blogerlik sohasini tark etaman-da. Tark etib, yakkaxon qiziqchilik bo'yicha o'zim Doniyor Ismoilov bo'lib chiqaman. Bu blogerlik endi ko'ryapsiz, ijtimoiy tarmoq rivojlanib ketdi aka. Televideniyani urib qo'ydi. Odamlar tezlashib ketib qoldi. Oldin 1,5-2 minutlik videoni hozir o'tirib sabr qilib ko'ra olmayapti-da hech kim. Hozir boshida maqsad, sraz oxirida tugatish. Maqsad tugatish bo'lib qoldi. Oldin bilsangiz, misol uchun qalpoq, ajabxonda so'z ko'rsatuvlari, hozir ham bor. Demoqchiligim, voqealiklar bilan kelib 25 minut, 30 minutda bitta kulgi bilan yakunlanadi, to'g'rimi? Hozir o'shancha nimani 25 minutlik, yarim soatlik ko'rsatuvi 1 minutga sig'dirish bu polda. Juda ham katta. Endi bu Instagram yaxshi ijod qilsangiz, aka yuzingizni, face'ingizni tanitishga, o'zingizni nima iste'dodlaringiz borligini xalqqa ko'rsatib berishga zo'r narsa bo'lib qoldi. Ko'rsatib berib, sekin-sekin keyin qiziqchilik bitta konsert qilaman.
o'zingiz yakkaxon konsert Albatta. berish maqsadingiz Men bor. bu blogerlik qo'shiqchi ham hobbi sifatida qolgan taqdirda ham, lekin men qiziqchilik sifatida shakllanib chiqaman kelajakda. Alloh nasib qilsa, Xalqlar do'stligi saroyida konsert berish nasib qilsin. Inshaalloh kelasiz. Sizda hech kechimi bo'lganmi? Hozirda Instagram tarmog'ida juda ham katta bir shov-shuvli sabablar bo'lyapti. Shov-shuvli so'zlar bo'lyapti. Qodir Qodirov ismli do'stimiz. U inson ham Ajabxonni ko'rsatuvda aksariyat qaysi qismlarda yoshligida bosh rollarda o'ynagan. Ofarin degan ko'rsatuv. Ofarin ko'rsatuvida juda ham bir maroqli, kulgili latifalarni aytganlar. Sizda ham mana shu insonga bir havas qilish holatlari bo'lganmi? Yo'q, men Qodir akani juda yomon ko'raman sizlar. Eski do'stlar qo'shilib aytgan bo'laman. Albatta. Sal jinim suyman, sal bachkanaroq bo'lamikin deb. Qodir aka sizlar. Qodir akam biz shogirdga tushmagan paytimiz Qodir akam kichkinaligida yurganda Ofarinlarda. Dezdemona, ro'molcham qan, men qanday bilaman, qilib ovozi ingichka. Keyin bular shogirdga tushgandan keyin men nechadir yil o'tib tushganman, keyin hayotda ko'rishib qolib keyin aka hozirgacha agar shu kuni ham bilgan bo'lsangiz Shohruh akani to'yida ko'rishdik. Albatta. Aka usta, oldimga o'ting, usta deb turaman. Chunki mendan oldin baribir shogirdga tushgan, bizdan oldin biz orzu qilgan narsalarni bosib o'tganda. Lekin u inson qiziqchilik sohasidan emas, Mas qo'shiqchilikka o'tib ketib qoldi. Qo'shiqchilik sohasiga o'tib ketdi. Qo'shiqchilikka o'tib qoldi. Lekin ularning ham ijodlari zo'r, omad tilab qo'yamiz. Bu qiziqchilikda hozir ham bor Qodir akada. Yo'q. Ha, hozir ham o'zini yo'nalasiz. Bir o'tirib qolganda nima qilsangiz, bir nimalari bor, latifalari bor, uzun latifalar beradilar Qodir aka. Inshaalloh mana shu Qodirbek Qodirov bilan ham intervyu jarayonini o'tkazish nasib qilsin. Eski do'stlar qayerdan kelib chiqqanini aytib berasiz aka. Mabodo Qodir akam nimaga ko'rsatuvga chaqirsangiz, mana shu joyini kesib saqlab qo'yingda. Shu Doniyor sizga savol berib ketgan, shuni javobini olaman deb o'sha intervyuda o'shani olasiz, men kameraga aytib qo'yaman. Chiroyliligingiz sababi nimada aka, sababi? Nimaga chiroyliyiz, mana ayting shuni. Shu savolni bering Qodir akamga desalar. Balki o'zlari ham ko'rib qolardilar. Lekin bir kun shu chiroyingiz siz boshingizga edi aytib qo'ying. YouTube tarmog'ida o'zlari ham ko'rib qolardilar. Kommentariyada o'zingiz javobingizni qoldiring endi Qodirbek aka. Ha. Lekin o'zlari iltimos qildilar. Sizni taklif qilganimizda mana shu savolga albatta javob olamiz. Doniyorbek savollarimiz yana davom etadi. Siz mana shu blogerlik sohasigacha qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan sizni boshingizda? Qanaqa ishlar bilan shug'ullangansiz? Shular haqida ham gapirib bera olasizmi? Endi aka bir nimasi qiyinchilik hamada bo'ladi. Bilasizmi, kalbasa yegani pulimiz yo'q edi deb haligi yig'lash o'zim xohlamayman. Yig'ladigan vaziyat ham bo'lmagan, to'g'risi. Lekin o'ylab qarasa, bugungi kuningizga Xudoga shukr qilib yashayapsiz, aka? Xudoga shukr. Ertaga indinga bundan-da zo'r bo'lib ketsangiz, o'shanga moslashib qolasizda, mana undan oldingi kuningiz sizga o'sha paytlarda oson qiynalgan ekanmiz, da to'ylab. Men o'zim toza hududda musor moshina deydi, xalqimiz tilida musor ovozi ishlaganman. Kinishga nima pul kvitansiya yozib yuradi mahallalarda. 3 ta mahallaga qaraganman. 2 yil ishlaganman toza hududda. Undan oldin o'z yoshligimda bor edi-da mendan qo'shiqchilikka. Qo'shiqchilik faoliyati bilan ham shug'ullanasiz. Men faqat qo'shiqchilikdan chiqqanman o'zim. Qo'shiqchilikdan chiqqansiz. Adashmasam, siz mana shu bo'yi 1.50 zaharli iloncham shu qo'shig'i trendga olib chiqqan insonsiz. Tanimaganlar bilib olinglar. Mana shu Doniyorbek Ismoilov bo'yi 1.50 taronasini ijtimoiy tarmoqda trendga olib chiqqan inson hisoblanadi. Zo'r ketyapti shu bola joyda. Ha, juda ham qo'shiq ham Shervaniylar o'zimizdan ekan shu bola. Endi men o'zim yoshligimdan qo'shiqchilikdan chiqqan. Orada boyaga aytgan gapim, mutatsiya paytida shunday bo'lib qolganda, keyin to'xtadim, baribir ishtiyoq bor. Endi biz men Shahlo bilan oldindan tanish bo'lganman-da. Ko'pchilik shunaqa biladi yoki o'zim tanishlarim ham ana zaharli ilonchami klipi uchun Shahlo bilan gaplashilgan, o'sha yerda tanishgan. Aslida men ham shunaqa o'ylaganman. Shu qo'shig'i klipini trendga olib chiqish uchun taniqli blogerlar bilan, taniqli insonlar bilan olingan deb o'ylardim. Yo'q. Balki shu yo'q, lekin unaqa bo'lmagan. Qo'shiq tanitish uchun Shahlodan foydalanmaganman lekin. Chunki Shahlo bilan tanish bo'lganmiz. Ujun qilganmiz kechqurun birga, Sevdor ham bor. Umrsoq bor, Sevdorman. U qo'shiq hitligi hayolimda yo'shadi, kalta. Shahlo bilan ko'rishdim. Shahlo dedim, keling, qo'shiq oluvdim. Ash qo'shiqqa prosta tushib bering. Hali bundoq siz bilan, men Shahlo bilan ko'rishibdi degan bir narsa bo'lib qolsin desam, bo'ldi. Kechasi 1:30 keyin 2 fonarlarni berdik. Alanda
"Ey Shahlo opa, hada bo'yingiz chiroyli-ku" desam, "Voy, bo'yam olay, to'xtab turing" deganda, videosini qo'yib qo'yasiz mana shu yerga shu video. 3 million necha yuz turadi ko'rlik. Siz o'z chiroyli, tabiiy chiroyli-ku, bitta qo'shiq aytib beraman. Bo'yi 1.50, zaharli iloncham, go'dakkinam, chiroyligim, pompalog'im, qoncham. Likillamay jim turginay, aqlligim, asalcham. Bitta o'pib qo'yay endi, arazlama tentakcham. Muzika ranatdan ketsa, Shahlo bilan mana raqsga chiqamiz. Ha. O'shani ham qo'ydim. Keyin uni Shahlo Alijon va Rek degan profiliga saftir qildik, birga qilganimiz. Shuni qo'yib ertalab tursam 300 ming prosmotr. O'sha bu rek. Yo'q, rekligi hayolimda yo'q qo'shig'i. Chunki men qo'shiqchi sifatida qo'shiqchining qo'shig'i qanaqa hit bo'lishidan ta'minni bilmayman-da men. Video rekka chiqqan, o'chadi-da yana. Bitta video rekka chiqsa mana Vine'da. Yana keyingi videoni olmasangiz, u video unutiladi odamlarning hayolida. Qo'shiq unaqa emas ekan. Keyin u bilan oldimda keyin yana video olishga bo'ldim. Prosmotrga qiziqib, yana video olyapman, yana rek. O'shalik 23 ming bo'lgan prosmotr dedim-ku, o'limiz 100 mingdan o'tdi. 100 mingdan. Keyin jiyanim bor, Mohunur akamning qizi, ko'p videolarga olib chiqaman. U bilan oldim. Oya, bir 50 oxirida kelib topib qo'yadi, pomadam bor degan narsa bor. Bitta qo'ysam bir kunda 900 ming ko'rildi o'zimda, bir kunda. O'sha Oyatilla degan nima bor? Akaxon desa, degan bloger bor, tanisiz. U bilan ham qo'ydingiz. Ular bilan ham jigar, kontent sifatida yuribman, qo'shig'i yurg'izish emas maqsadim. Qisqasi oldim, kutilmaganda o'sha nima boshqalar qo'shig'imdan foydalanish ketdi-ku. O'tkazyapman. Nima bo'yi bir anaqa videochilar bor-da o'zi Instagramda. Yaxshi qiz, bo'yingiz necha desa, bo'yi 1.50, eshiting bu qo'shiq siz uchun. Bo'yi 1.50, zaharli iloncham. O'zi qisqasi qo'shiq o'zi keyin bildim. Qayergadir tadbirga borib o'zi chiqib, misol uchun borganda aytasiz-ki, bo'yi 1 desam xalq, deb birga qo'shilib aytyapti. To'xta dedim. Keyin Asfoto Abduxalil akamga chiqdimda. Abduxalil aka kelib olish kerak ekan menimcha dedim. Nimaga Shahlo bilan 3 million 300 ko'rildi Instagramda. Kelib olsam hech yo'q 1 million ko'rilar dedim. Tushunyapsizmi? 3 million ko'rildi Instagramda. O'sha odam 3 million odamni 1 millionni YouTube'ga olib o'ta olarmiz? 1 million ko'rilsa hamma edi, zo'r edi dedim. Ena qaysiga qo'yamiz? Neo Music qo'yamizmi? Rizonovga qo'yamizmi? Yo'q, faqat o'zimga qo'yaman. Siz o'zingiz YouTube kanalingizga qo'yasiz. YouTube'im 50 necha ming odami bor edi. Keyin o'zim YouTube kanalimga Doniyor Ismoilov YouTube kanaliga zaharli iloncham joylandi. Kelibini Shahlo Alijon gaplashib tushib berasiz deb birga oldik Shahlo bilan. Kelib bitta o'shanda ham qo'shiq hit bo'ladi degan fikr emas, kontent. Bitta qo'ydim. O'zingiz YouTube kanalingiz uchun kontent. Ha, o'zim YouTube kanalim. Bir haftada 550 ming ko'rildi. Bir hafta ichida. Bir haftada YouTube, o'zim YouTube'imda. O'sha bir oyda odamim 80 mingdan o'tib ketdi. Istoriyaga chiqyapman. O'rtoqlar 1,5 million ko'rildi. Katta rahmat hammaga. 10 kun bo'lyapti, 1 million. Yig'izlar, yana istoriyaga chiqib o'rtoqlar 1 million ko'rildi. Hammaga rahmat. Istoriya qo'yapman-da silkasi bilan. Abduxalilga 1 million ko'rildi, yetadi aka, zo'r bo'ldi. Nima yetadi, hali yuradi qo'shig'iga. 12 kun bo'ldi, 2 million bo'ldi. Tushunyapsiz? 2 kunda 3 million qo'shildi. O'zingizning YouTube kanalingizda bu qanaqadir Rizonovga yo'q, faqat o'zi Doniyor Ismoilovnikida birinchi katta video YouTube'da. Men faqat shorts qo'yganman-da YouTube'da. Tushunarli. Keyin yetyapman-da. Yana ketyapti-da 20-kunda уже 7 million. Qo'y. Qisqasi 1 oyda 10 milliondan o'tgan. Juda 10 million necha yuz dollar. 30 kun o'rtoqlar 1 oyda 10 milliondan o'tdik, hammaga rahmat deb turib post qo'yganman. Qizlarni, kichkina qizlardan, raqqosa qizlardan 10 raqamini yasatib turib 10 milliondan o'tdi deb paxt otib o'ynayapman olganman. Shu hozir 4-oy bo'ldi, 33 million bo'ldi. 33 million bo'ldi. Demak, undan keyin ikkinchi klipingizni ham videoga olib turib joylashga ulgurdingiz. Keyin yana ikkinchi ko'rganda ko'rishguncha, to'linoy to'lishguncha, qiynama meni buncha, gullarim hali uncha. Qo'shiq oldik, uni ham qo'ydik. Uni endi yurdi. Endi yurdi. Qishda olib qo'ygan ekanmizda, qo'shig'i ham yurishga nimalar, qishda siqiladigan, men qayerlarda yuribsan sen degan qo'shiqlar ketar ekan menimcha. Chunki hozir video ishlab qo'yganman, ketmagan buni. Hozir endi rekomendasiyaga chiqdi. 1 million, 2 million bo'ldi endi. Hozir mana shu bo'yi 1.50 ga avtorskiy tomonlama qanaqadir bir muammolar bo'lmadimi? Avtorskiy pravimiz nima qo'riqlanadi. YouTube'ni bitaki yurg'izadi. Shu narsa yo'q. Endi hozir Xudo xolasa asli bu qo'shiq oldindan olinganda biroz orqa bir xillik bo'lib qolmasin, sal boshqa chiroq yo'nalishimni ham ko'rsatib beray dedim.
ey ko'zlari suluv boshqalarga qarama likillab lablaringni bo'yama degan qo'shiq yangilash. Matluba nomi zaharli iloncham yo'lligida sal o'xshashroq. Bu adashmasam Instagram tarmog'imizda qo'yib bormoqdasiz. Jentiraga minib oldiga borib olib qochib ketsammikin, baqirib ko'chasiga borib takoyliq kiyim olib xolam ammam tog'am bilan sovchilikka borsammikin. Qanaqa qo'shiq. Endi bu ijtimoiy tarmoqqa shu Matluba degan joyini o'zini qo'yapman aytilgani. Endi xudo xolasa tez kunlarda kommentariy yozib ketinglar o'rtoqlar. Shuni ham agar yana zaharli iloncham muxlislari bo'lsa, Matlubaga ham Shahlo Alijanova bilan bitta obraz zo'r chiqamiz-da biz. Bir-birimizga zo'r partnerlik tushganmiz. Kelib keladi u maktab nimalarida mana tushgan rasmlarimiz borki. Shahlo Alijanova bilan olaylikmi? Oling deganlar, ha oling deb yozinglar, yo'q deganlar yo'q. Shu bitta fikringlarni yozib qoldirasizlar. Shu oy inshaalloh Matlubani klipi bilan taqdim qilamiz degan umiddamiz. Shahlo Alijanova demaganlar, bir o'zingizlarning fikringlarni, o'zingizlar kim bilan yoqtirgan aktrisani ismini yozib qoldiringlar. Yo'q, Jamshid aka bilan. Xo'p, agar sir bo'lmasa, mana shu klip jarayoniga qancha xarajat qildingiz? 38 million 700 qanchadir. 38 million 700 qanchadir. Bu aktrisalarga berilgan mablag'mi yo'q? yoki Shahlo Alijanova. Rahmat sizga. Faqat rasxodga bergan xolos, pulga asfotoga. Asfotoga asosan. Boshqa rasxod o'ziga shuncha ketgan. Juda ko'pchilik tekinga tushib bergan. Asfotoga ham rasxod faqat pul shart emas. Okey, endi to'g'ri qabul qilish kerak-da. Sizni klipingizga yonidan rasxod qilib, kamerani balon qilib olib kelib, oling, ishlaylik, davoy demadiki. Gap yo'q, Abduxalla aka. Madishaganlar kamerasiga, yo'l kiralariga, abit-mabit o'jular tashkil qilib faqat rasxod kerak. Agar ko'rib turishgan bo'lsa, bemalol Shahlo Alijanovaga shu asfoto dedingizmi? Asfoto, Abduxalla asfoto. Bratan, shu akamizga bemalol rahmat aytishingiz mumkin. Keyingisiga 2000 qanchadir ketdi-da. 2000 ga bormagan so'mga ketib ko'rganda ko'rishguncha. Ko'rganda Qishda bo'lib qoldi-da. Shuning uchun mablag'imiz kamroq bo'lgan hisobiga nima qildik? Oddiy qilib olib qo'ya qoldik. Keyin qish bo'lib qoldi, baribir qishda zo'r ijnoq olsa, yashil suvlar bo'lsa, unda boshqacha bo'lar ekan. Kelajakda yanada ko'plab qo'shiqlarni xudo xohlasa chiqarishga umidamiz. Albatta. Matluba mana yangi premyera bo'ladi inshaalloh. Xudo xohlasa shu Matluba ismli opa-singillarimizga yuborib qo'yinglar. Matlubada endi shunaqa joyini gapirib o'tib ketmoqchiman. Do'pin kiyib olganimiz. Ha, shu klip haqida, shu qo'shiq haqida gapirib bersangiz aytgancha. Qo'shig'i ssenariysini ozgina joyini ochaman. Matluba otasi yuradi Malubada degan joyi bor. Malibuda emas, Malubada. Maluba degan bir video chiqqan-ku, eslasangiz. Otasi o'zim yo'nalishimga solganman-da qo'shiqlarni, chunki komediyada qo'shiq. Otasi yuradi Malubadan klipida ozgina joyini ochaman xolos sizga. O'zim Chortoqda Doni Pizzam bor. Doni Pizza ochganman-da. So'qoqda olinadi klip yana. Yosh semiz akalar bor, ovqatga baquvvat akalar, ayollar, qizlar. Matluba degan joyda orqada Doni Pizzani maketi, yana o'sha rasmimda pizzaxona. Bu yoqqa reklama urib ketdilar ekanda. Ha, reklama endi o'zimizniki-ku, endi o'zimniki. Brend bo'lishni boshladida o'sha Doni Pizza. O'sha brendga chiqdi. Reklama shart emas. Agar misol uchun men muntazam kuzatsangiz yoki kuzatadiganlar bo'lsa, Doni Pizzani hali historiya qo'ymaganman bir. Qachon qo'ydim? Elmurod aka ochilish vaqtida Elmurod aka bilan birgalikda olgandan biri ko'rdingizmi? Misol uchun, o'rtoqlar, pizzamiz narxi mana shuncha bo'ldi, Ramazon siti bor, kelinglar. Yo'q, bu narsani ko'rmadim lekin. Video qo'ymayman. Historiya ham bo'lsam qo'ymayman Doni Pizza. Bu sizni adashmasam birinchi shaxsiy biznesingiz. Doni Pizza shaxsiy biznesingiz birinchisi. Undan tashqari boshqa bizneslaringiz ham bormi? Yo'q, hozircha shu. Bitta qilib ko'rdim. Hali bor ekan dedim keyin. Chunki biznes yurishi, bankrot bo'lib qolmaslik kerak bilan ijod qilib ketib qolar ekanda. Tushunarli. Bu Doni Pizzani yanada ko'plab fillallarini ochish maqsadida ham niyat bor, ha, xudo xolasa. Niyat bor. Ya'ni misol uchun mana boshqa tumanlarga bitta ochamiz. Hozir emas. Hozir faqat ijod. Men demoqchi bo'lganim, Doni Pizzani reklama qilmoqchi emasman aka. Doni Pizzani maketini qo'ydirib, bitta joyini ochmoqchiman-da. Semiz akalar, gamburgerga o'tiribdi Doni Pizzada. Matluba degan joyda gamburger. Matluba desa mana shuni kirib cho'tki kiyimlar. Otasi yuradi Malubada. Juda ham ajoyib klip bo'ladi degan umidamiz xudo xolasa. Muhammad Abdulxayrov ustozimizni orzuyim bor. Hayotda ko'p ko'rishganman. Bir rol o'ynash orzuyim bor. Birgalikda. O'shuning uchun shu klipda Muhammad Abdulxayrov tushirish rejamda bor.
Bu inson bilan men bir marta ko'rishganman shu hayotim mobaynida shu yoshgacha, lekin yaxshi inson deb Zo'r inson. Men ustoz bilan sevimli kanallarga borganimiz uchun ko'p ko'rishganmiz. Rol o'ynamaganmiz-da. Endi o'zimning klipimda birga rol o'ynash qanaqa hayajon, hozir o'zimda juda ham hayajon, ham xursandchilik bor. Inshaalloh Matluba qo'shig'ida ustoz bilan va boyagi gap kommentariyada kimni partnyor sifatida qizlardan qaysi aktrisa olib chiqaylik. Bundan tashqari, xuddi shu hozir Muhammad Abdul Xayrovga o'xshagan san'atkorlar bilan yoki ustozlar bilan birgalikda bir qo'shiq aytish yoki kliplarda bir rol ijro etish, partnyor sifatida rol ijro etish masalalaringiz ham bormi? Bor. Masalan, kim u insonlar? Bittasi Muhammad komediya bo'yicha Muhammad Abdul Xayrov. Yana boshqa insonlar. Komediya bo'yicha. Keyin Jahongir Otajonov bilan bitta qo'shiq aytish orzuyim bor. Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov. Bunda bu juda ham million prosmotr bo'ladi. Men prosmotr bo'lmagan vaqtida ham qanaqadir mana biz kimnigadir yoqasiz, kimnigadir yoqmaysiz-da. Jahongir Otajonov menga yoqadi. Ijodi ham, chunki o'zim ham tabiatan shunaqa. Men misol uchun videoda qanaqa bo'lsam hayot o'zgarib oladigan bo'laman. Hayotda ham, sahnada ham, videoda ham bir xil bo'laman. Shunaqa. Kulib, onam. Yani Onam muxlis. Videoda o'ynab hayotda assalomu alaykum, hormang, qalaysiz, qanchamiz? O'zingiz yaxshisiz, sizlar yo'qmi? Bir xil. Jahongir Otajonovga o'xshatdi mana nimalari. Shu qo'shiqchilikda. Aktrisalardan-chi? Shahlo Alijonovdan tashqari. Yo'q, boshqa aktrisa. Boshqa aktrisa bilan bir hali bir orzuyim yo'q. Unaqa reja niyatim yo'q. lekin Misol uchun bitta klipimga paloncha o'ynatirish kerak ekan. Paloncha opa tushib bering. Rejissyor mana shu zo'r tushadi, mana shu ayol desa o'ynatish mumkin, lekin o'zim ular bilan bitta rol o'ynasamiz, maza edi-da degan orzuyim. Muhammad Iso bilan Jahongir Otajonov xolos meni o'zim sevib haqiqatan muxlislik qilib yuboraman. Xo'p. Sizni bir Asror Uz Muhammad Ali Mahmudov bilan birga olgan videongiz bor. Qalay? Qalaysiz? Qalaymidi? Qalay. Qalay. Bo'pti degan. Shunda men o'ylab qo'yganman, aristokratlar jamoasiga ham qanaqadir aloqador joyingiz bormi deb o'ylab qo'yganman. Jamoasiga emas, aristokratlar jamoasiga bolalar bilan, Muhammad Ali akam bilan, yaxshi aka-ukamiz. Maftuna Xolmurodova bilan yaxshi tanishmiz. Keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlardingiz mana shu yerda hozir? Mana shu insonlardan. Muhammad Ali Mahmudov, G'ayrat Mahmudov, familiyalar Mahmudov adashmasam. Qarindoshda bular. Qarindoshmi? Ana makiyotchi. Yo'q-a? Muhammad Ali Mahmudov, G'ayrat Mahmudov. Bilmas ekanman lekin. Mana bilib oldingiz. Eng qiziq bu gapni Muhammad Ali aka o'zlari ham aytmagan. Men birga ishlaganman ular bilan, aristokratlar jamoasida. Muhammad Ali aka? Unaqa emas-da aka. Muhammad Ali aka. Xo'p, shu insonlardan Sardor Abdumanonov, Iskandar Hamroqulov kimni farqi yo'q, endi bir narsa hamma bilan olsangiz, hammasi yaqinlar, hammasi. Siz rejangizda kim bo'lsa o'shandan. Siz yaqinlaringizdan oling, misol uchun mana ustozdan oling, Iskandar akadan. Yaqin, uychidalik. Shahlo Alijonova nima sababdan sizning klipingizga tushgan? Shahlo Alijonovani bilasizmi? Asli hech kimga aytmagan. Shahlo Alijonovani men yaxshi ko'raman, sevaman, to'g'risi. Hazillashaman. O'zi ayol kishini sevish kerak-ku. Albatta. Asli. Ayol kishini albatta sevish kerak. Shahlo Alijonova bilan biz oldindan tanishib bo'lganmiz. Haligi faqat klipim uchun chaqirtirib, faqat shu klipimdan foydalanish uchun nima qilmaganman. Prosta oldindan tanishib bo'lganman. Ijod endi boshlanayotgan paytda biz tanishib bo'lganmiz Shahlo opa bilan, mendan kattalar. Prosta kattalikni ham bildirmasdan Shahlo deb gapiraman. Opa desam, uni eshitiladi, opa sizga dedim. Shahlo deb gaplashaylik deb gapiraman. Ayollarimiz, asosiy ayollarimiz va hammamizda endi onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin deyman, chunki siz bilan bizni ko'chaga ozoda kiyib chiqishimizga o'shalar sababchi. Mana top-toza kiyimlarda, chiroyli sochlar taralgan, oppoqna o'tiribmiz. Baxtimizga onajonlarimiz, ayollarimiz doim sog' bo'lsin. Mana sizlar uchun. Yana nima ham deymiz? Doniyorbek, onam muxlisiz. Rahmat aka, xudo xolasa ko'rsatuvga chaqirganinglardan xursandman. Ro'za Ramazon oylari xudo xolasa qilgan ibodatlarimiz ilohim Xudoga qabul bo'lsin. Bugungi bayram bilan hammani chin tabriklayman. Chin yuragimdan yaxshi kunni ko'rish nasib qilsin. Siz ham ijodingizga omad. Rahmat, Tanishganimdan va yana bir bor suhbatlashganimdan xursandman aka. Sizga ham kattakon rahmat vaqtingizni ayamay tashrif buyurganingiz uchun. Shu kim uchrab bizga rozi bo'lasiz. Adminga uchrab borishsin. Uchrab borasizlar bo'lsa. Demak, suhbatimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Albatta aka. Qisqa lo'nda qildik siz uchun. O'sha vaqtda inobatga olgan holda kamchiliklarga uzr so'raymiz sizdan. Umringiz rizo bo'lsin aka. Bizni ijodimizni ozmi ko'pmi ijod qildik. Shuni
bir ravo ko'rib intervyu qilib o'z savollarni shuncha kanalda ishlab chaqirganinglarni o'zi biz uchun katta baxt. Bizni ko'rib turganlar ham misol uchun vaqtlari ketdi. Rozi bo'linglar. Ijodinglarga omad. Rahmat. Kuzatib turganingiz uchun rahmat. Hammanglarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Intervyu show YouTube kanaliga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Intervyu show. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ham kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarimizda Xudo xohlasa Iskandar Hamroqulov bilan birgalikda suhbat jarayonini o'tkazamiz. Xudo xohlasa nasib bo'lsa keyingi ko'rsatuv ustozimiz Iskandar Hamroqulov bilan. Sog' bo'linglar, Ustoz kelsalar maqtab qo'ying mana. Bo'ldi. Rahmat kattagan, joningiz omon bo'lsin. Salomat bo'ling.